Hammaga salom. Bugun men sizlarga o'zim uchun maktab formalarini obzorga beraman. Bu meni maktab uchun olgan sumkam. Mana shunaqa stilda. Bu esa birinchi oq koftam. Bu esa ikkinchi oq koftam. Bu esa meni maktab uchun olgan nimcham. Endi esa navbat yubkalarga. Bu meni olgan maktab uchun birinchi yubkam. Bu esa meni ikkinchi yubkam. Bu men olgan birinchi krossovka. Bu men olgan ikkinchi krossovka. Hamma kiyimlarimni obzorga oldim. Endi esa ularni kiyib ko'rsataman. Bu meni birinchi obrazim. Bu meni ikkinchi obrazim. Mening maktab uchun olgan narsalarim shulardan iborat edi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr.